Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan anatomiyada angiologiya, ya'ni yurak qon tomir sistemasiga kirish qilamiz. Yurak qon tomir sistemasining birinchi navbatda vazifalari haqida gaplashib chiqadigan bo'lsak, vazifalari birinchisi oziq moddalar va kislorodni a'zolarga olib borish vazifasini bajarib beradi. Ya'ni organizmdagi oziq moddalarni va kislorodni to'qimalarga transportini ta'minlab beradi. Va undan keyin bizda almashinuv mahsulotlari va karbon angidridni a'zolardan olib ketish vazifasini bajaradi. Organizmda zararli metabolitlar, organizmda parchalangan zararli mahsulotlarni va karbon angidridni to'qimalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan karbon angidridni a'zolardan olib ketish vazifasini bajarib beradi. Va undan keyingi bizda termoregulyatsiya vazifasini bajarib beradi, ya'ni tana haroratini bir doim ushlab turish vazifasini bajarib beradi. Termoregulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, bu yurak ya'ni qon tomirlar orqali doimiy ravishda qon aylanish hisobiga tana harorati doimiy ravishda ta'minlanib turiladi. Nishon a'zolariga gormonlarni tashish vazifasini bajarib beradi. Gormonlarning o'z nishon a'zosiga ta'sir ko'rsatishda yurak qon tomir sistemasi katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ana shu gormonlarning ta'sir ko'rsatib, funksiyasini yaxshilab funksiya berish uchun bizda ana shu qon tomir sistemasi, yurak qon tomir sistemasi katta ahamiyat hisoblanadi va shu gormonlarni tashib berish vazifasini bajarib beradi. Undan keyin himoya uchun antitana, trombotsit, leykotitlarni yetkazib berish vazifasini bajarib beradi. Va qon tarkibidagi qon shakar elementlari trombotsitlar, leykotitlar va eritrotsitlar bo'ladi. Bundan tashqari qondagi antitanalar mavjud bo'ladi. Ana shu ya'ni makrofaglar tomonidan hosil bo'lgan antitanalar qon organizmning immun himoyasida ishtirok etuvchi makrofaglar, B limfositi, T limfositi shunga o'xshash organizmda himoyaviy jarayon ta'minlab beruvchi shu hujayralar ham qon orqali boradi. Asosan ko'proq makrofaglar ham va bizda qon shakar elementlari mavjud bo'ladi: eritrotsitlar, trombotsitlar, leykotitlar. Trombotsitlar bo'ladigan bo'lsa, bular ya'ni qon ketishini saqlash vazifasini bajarib bersa, leykotitlar organizmda immun himoya, eritrotsitlar bo'lsa organizmda asosiy vazifasi bu kislorodni tashib berish vazifasini bajarib beradi. Qon tomir turlariga keladigan bo'lsak, qon tomir turlari bulardan birinchisi arteriya, ya'ni kapillyar va venalar tashkil etgan bo'ladi. Arteriyalar bo'ladigan bo'lsa, yurakdan chiquvchi qon tomirlar qanday qon oqishidan qat'iy nazar qon yurakdan organlarga olib boradi. Bular arterial qon tomiri hisoblanadi. Ya'ni qonni yurakdan olib ketuvchi qon tomirlar bular arterial hisoblanadi. Kapillyarlar bo'ladigan bo'lsa, bu to'qimalardagi kichik kalibrdagi qon tomirlar, to'qimalardagi gaz va oziq moddalar almashinuvini amalga oshiruvchi qon tomirlar bularga kapillyarlar deb ataladi. Kapillyarlar yana kichik bo'ladi va bularda bosimlar farqi hisobiga shu qon tomiridagi oziq moddalarning to'qimaga o'tishi, to'qimalarda zararli metabolitlar, ya'ni organizmda chiqindi qoldiq mahsulotlarning kapillyarlarga o'tish jarayoni amalga oshadi. Yana bu yerda arteriya venaga nisbatan bosim birmuncha farq qilgani uchun ana shu sohada kapillyarlarda bosimlar hisobiga to'qimalarda almashinuv jarayoni amalga oshadi. Va undan keyingisi qon tomir bizda venalar bo'ladi. Venalar yurakka keluvchi qon tomirlar hisoblanadi. Qanday qon oqishidan qat'iy nazar qonni to'qimadan yurakka olib keladi. Venalar bo'ladigan bo'lsa, bular yurakka olib keluvchi har qanday qon tomirlarga bular venalar deb ataladi. Bizda istisno holat bo'lishi mumkin. Masalan, o'pka arteriyalari orqali bizda venos qon bo'ladi. Ana shular bilan bir-biridan farqlanib turiladi. Ya'ni o'pka arteriyasiga ketuvchi qon tomirlarda yurakdan ketuvchi qon tomirlar arteriya deyiladi, lekin uning tarkibida venos qon bo'ladi. Va o'pkadan keluvchi qon tomirlar vena deb ataladi va uning ichida arterial qon mavjud bo'ladi. Ana shu hisobiga bularda yana istisno holat bo'lishi mumkin. Shu hisobiga bir-biridan farqlanadi. Bizda yurakdan ketuvchi qon tomirlar arteriya, yurakka keluvchi qon tomirlar bo'lsa vena deb ataladi. Qon tomiri tiplariga keladigan bo'lsak, bularda arteriyalarning tiplari birinchi navbatda elastik tipli arteriyalar bo'ladi. Elastik tipli arteriyalar bo'ladigan bo'lsa, bular katta o'lchamli arteriyalar hisoblanadi. Bularga aortani va truncus pulmonalis, ya'ni o'pka poyasini misol keltirish mumkin bo'ladi. Undan keyingisi bizda muskulyar arteriyalar bo'ladi. Ya'ni o'rta o'lchamli arteriyalar diametri o'zgarishi orqali qon bosimini boshqarishda ishtirok etuvchi arteriyalar hisoblanadi.
Bularga misol qilib, bu asosan tana, qo'l-oyoq ichki a'zolaridagi arteriyalar kiradi. Arteriya brachialis, arteriya radialis, arteriya ulnarislar va periferiyadagi ba'zi arteriyalar kiradi. Bular mushak tipidagi arteriyalar hisoblanadi. Va undan keyingisi bizda aralash tipdagi arteriyalar ham farqlanadi. Aralash bo'ladigan bo'lsa, ham mushak, ham elastik tipdagi arteriyalar holda, ya'ni aralash tipda tuzilgan bo'ladi. Bularga misol keltirib, umurvos arteriyasi, arteriya subclavian va bundan tashqari truncus brachiocephalicusni va arteriya carotis communislarni misol keltirish mumkin. Bularda ham elastik tipdagi arteriyalar, ham muskul tipdagi arteriyalar bo'ladi. Va undan keyingisi bizda arteriolar mavjud bo'ladi. Arteriyalarning davomi bevosita ularning kichraygan qismi hisoblanadi. 0,1-0,2 diametrli arteriyalar bo'ladi. Bular arteriolalar deb ataladi. Va undan keyingisi bizda kapillyarlar bo'ladi, vazokapillyarlar, ya'ni kapillyar qon tomirlar bo'ladi. Kapillyar qon tomirlaridan keyin bizda venalar farqlanadi. Venalarga, ya'ni venula 0,2 va 0,1 diametrli venalar bo'ladi. Bu yirik venalar. Undan keyin kichik venalar. Va undan keyingisi o'rta o'lchamli venalar bo'ladigan bo'lsa 1,9 mm bo'ladi. Undan keyin yirik venalar, vena cava superior, vena cava inferior bo'ladigan bo'lsa, bular yirik venalar hisoblanadi. Qon tomirlarining bu ya'ni klassifikatsiyasida arteriyalar, kapillyarlar va venalarning qon tomirlari asosan 3 qavatdan iborat bo'ladi. Birinchi qavat tunika intima hisoblanadi. Qon bilan aloqa qiluvchi eng kichik qavat hisoblanadi. Tunika intima qavatining o'zini 2 qavatdan tashkil etgan bo'ladi. Endoteliy hujayralar va subendoteliy hujayralardan tashkil etgan bo'ladi. Tunika intima qavati va bundan tashqari bazal qavati ham mavjud bo'ladi. Tunika intima tomirlarning ichki qavati bo'lib, eng kichik qavatdan hisoblanadi. Tunika intimadan keyin o'rtada tunika media bo'ladi, o'rta qavat bo'ladi. Tunika mediada o'rta qalin qavat hisoblanadi. Unda silliq muskul va elastik tolalar bo'ladi. Tashqi elastik membranalar bilan chegaralangan shaklda joylashgan bo'ladi. Va undan keyingisi bizda 3-qavat tunika adventitia yoki tunika eksterna deb ataladi. Tashqi qavat hisoblanadi. Qavatlari tashqi va ichki elastik membranalar ajratadi. Membrana elastik interna ichki o'rta qavatda o'rtasidagi membrana bo'lsa, membrana elastika eksterna bo'ladi. O'rta tashqi qavatdagi orasidagi elastik membranasi mavjud bo'ladi. Bizlarda shu qon tomirlar tunika intima, tunika media va tunika adventitia qavatlarini tashkil etgan bo'ladi. Yurak haqida gaplashadigan bo'lsak, yurak kor yoki kardiya deb ataladi. Yurak bu qon aylanish sistemasining markaziy a'zosi hisoblanadi, ya'ni muskul a'zo hisoblanadi. Venalardan qonni nazorat singari so'rib oladi va arteriyalarga haydab berish vazifasini bajarib beradigan muskulli a'zo hisoblanadi. Qon aylanish sistemasining markaziy asosi tuz suyagining orqasida joylashgan, past ko'ks oralig'ining o'rta qismida joylashgan a'zo. Galatapiyasiga keladigan bo'lsa, ko'krak bo'shlig'ida ko'ks oralig'ida joylashgan a'zo hisoblanadi. Ya'ni ikkala o'pkani oldingi tuz suyagi va orqadan o'rta pog'onasidan qoplangan mediastinum, ya'ni ko'ks oralig'ining a'zosi hisoblanadi. Uning skletotapiyasi old tomondan yurakning taxminiy chegarasi to'g'ri keladi. Uning skletotapiyasiga keladigan bo'lsak, yurakning yuqoridan o'ng va chap tomonlarida 3-qovurg'a tog'oylarining yuqori chetlarini birlashtiruvchi chiziq. Chap tomonda esa 5-qovurg'a sohasida pastdan bu yuqoridan chegarasini aytdik. O'ng va chap tomonlarda 3-qovurg'a tog'oylari yuqori chetlarini birlashtiruvchi chiziq bo'ladi. Va undan keyingisi yurakning pastki chegarasi bo'ladigan bo'lsa, chap tomonda 5-qovurg'a sohasida linea mamillarisdan 1-2 sm ichkarida apex cordis sohasiga to'g'ri keladi. O'ngdan skletotapik chegarasi bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomonda 3-qovurg'a tog'oyi yuqori chetidan boshlanib, pastga va chapga yo'nalib 5-qovurg'a tog'oylari tushga birikkan joygacha davom etadi. Va undan keyingisi bizda chapdan chegarasi, chapdan 3-qovurg'a tog'oyining yuqori chekkasidan yurak uchigacha davom etadi. Bu yurakning skletotapiyasi hisoblanadi. Skletotapiyasidan keyin bizda sintapiyasi bo'ladi. Sintapiyasi oldindan tush suyagi, past ko'ks oralig'ining orqa qismi farqlansa, orqadan umurtqa pog'onasi, asosan umurtqa pog'onasi ham deb bo'lmaydi, faqatgina past ko'ks oralig'ining orqa qismi a'zolari bilan. Ko'ks oralig'ining orqa qismi a'zolari desak aniqroq bo'ladi. Yuqoridan bo'lsa qon tomirlar, pastdan diafragmaning markaziy payiga tegib turgan bo'ladi. Yon tomonda esa nervus phrenikus, pleura mediastinalis bo'ladi. Ya'ni ko'ks oralig'idagi o'pkaning pleura qavatlari yon tomonlarini chegaralab turgan bo'ladi.
Yurakning devorlari keladigan bo'lsak, 3 qavatni tashkil etgan bo'ladi. Endokard bo'ladigan bo'lsa, yurakning kameralarini o'rab turuvchi eng kichik qavat hisoblanadi va ularning ichki qavati hisoblanadi. Yurakning ichki qavatida yurakning ichki qavatini to'g'rida, ya'ni bo'lmachalarni, qorinchalarni, shu bilan birgalikda klapanlarning devorini ham qoplab turuvchi qavat bu endokard qavati hisoblanadi. Endokard qavatdan keyin bizda miokard qavati bo'ladi. Miokard qavatida yurak bo'lmachalarida 2 qavat, qorinchalarda esa 3 qavat mushaklarni tashkil etgan bo'ladi va miokard qavati hisoblanadi. Aynan shu miokard qavatida hujayralar farqlanadi, ya'ni atipik va tipik hujayralar farqlanadi. Tipik hujayralar bo'ladigan bo'lsa, miokardning ya'ni qisqaruvchi hujayralari, yurakning o'zining hujayralari. Atipik bo'ladigan bo'lsa, bularga ya'ni o'tkazuvchi hujayralar misol bo'ladi. Bular haqida sal keyinroq gaplashamiz. Atipik hujayralari bular avtomatizm jarayonida ishtirok etuvchi hujayralar hisoblanadi. Va undan keyingisi bizda epikard bo'ladi. Epikard perikardning vitseral varog'idan iborat seroz membrana hisoblanadi. Epikard deyishimiz ham birmuncha xato bo'lishi mumkin, chunki 3-qavat perikard bo'ladi. Ana shu perikardni o'zini chizib ko'rsatadigan bo'lsam, buni perikard deb oladigan bo'lsak, perikardning ichki seroz bo'ladi va tashqi fibroz qavatlarni tashkil etgan bo'ladi. Ana shu fibroz, tashqi fibroz bo'ladi. Seroz qavatini o'zini ham 2 guruh bo'ladi. Parietal bo'ladi. Bu hozir birinchi chizganimiz va undan keyingisi bu visceral bo'ladi. Ya'ni yurak mushaklariga tegib turgan qismi parietal bo'ladi. Tashqi tomondagi qavat hisoblanadi. Ana shu parietal bilan visceral pardalarining o'rtasidagi joylashgan bu 20-30 ml gacha perikardial suyuqlik bo'ladi. Yurakning faoliyatida yurak mushaklarining bir-biriga nisbatan ishqalanishini kamaytiradi. Ya'ni yurak qavatlarini. Ana shu qavatning ichki qavatini epikard deyishimiz mumkin. Bu ya'ni perikardni 3 qavat dedik, ya'ni 2 qavatda tashqi fibroz qavati dedik va tashqi fibroz qavati, ana shu fibroz qavatiga ichki seroz qavat dedik. Ana shu seroz qavatining o'zini ham bu yerda seroz bo'shliq mavjud bo'lyapti. Ichki qavatida bunda endokard deb, ya'ni epikard deb atalyapti. Ana shu epikard visceral varaq, parietal varaqdan ham farqlanadi. Bu tashqi tomondan parietal varaq. Orasida ikkalasining orasida bo'lsa, ya'ni epikard bilan parietal varaqning o'rtasida perikardial suyuqlik joylashgan bo'ladi. Va ularning vazifasi yurakni himoya qilish, ishqalashni kamaytirish, diastol vaqtida passiv kengayishga yordam berish vazifasini bajarib beradi. Ya'ni 3 qavatni tashkil etgan endokard, miokard va epikard qavatlarini tashkil etgan a'zo hisoblanadi. Yurakning oldingi tomondan chegarasiga keladigan bo'lsak, o'zi yurakning mutlaq bo'g'ich chegarasi va nisbiy bo'g'ich chegaralari farqlanadi. Biz hozir ko'rib chiqadiganimiz nisbiy bo'g'ich chegaralar hisoblanadi. Ya'ni biz o'pkani palpatsiya yoki asosan perkussiya qilib ko'rganimizda yurakning oldingi tomonidan chegaralar farqlanadi. O'ng tomondan ikkinchi qovurg'alararo bo'shliq tuz suyagidan 1 sm lateralda joylashgan bo'ladi. Bu yurakning o'ng tomondan chegarasi hisoblanadi. Chap tomon, o'ng tomondan 5-qovurg'alar bo'shlig'i liniya eksternalisiga yaqin qism hisoblanadi. Birinchisi bu o'ng tomondan 2-qovurg'alar bo'shliq tuz suyagining 1 sm dan lateralroq deyapti. Bu yurakning yuqorgi chegarasida bo'ladi. Pastki chegarasi bo'lsa yuqorgi o'ng bo'ladi. Pastki o'ng bo'ladigan bo'lsa 5-qovurg'alararo bo'shliq liniya eksternalisiga yaqin qismda joylashgan bo'ladi. Undan keyingisi chap tomondan pastki qismda 5-qovurg'alar bo'shliq liniya mediakularining medial qismida, ichkari qismida joylashgan bo'ladi va bu yerda yurak cho'qqi turtkisi joylashgan bo'ladi. Undan keyingisi chap tomonda 2-qovurg'alararo bo'shliq tuz suyagidan 2 sm lateralroq shaklda joylashgan bo'ladi. O'zi asosan bu yurakning oldingi tomonidan chegaralayotganimizda bizga 3 ta o'lcham kerak bo'ladi. Yurakning o'ng chegarasi, yurakning chap chegarasi, ya'ni yurak cho'qqi turtki sohasi joylashgan sohasi, undan keyin o'ng chegarasi va yuqorgi chap chegaralar farqlanar edi. Bizda yuqorgi chap chegarasi 2-qovurg'alararo bo'shliqqa to'g'ri keladi. Pastki chegaralari bo'ladi, pastki o'ng chegaralari bo'ladigan bo'lsa, liniya parasternalisdan 1-2 sm lateralda joylashgan bo'ladi va pastki o'ng tomonda esa liniya mediakularidan 1-2 sm ichkarida yurak cho'qqi turtkisi sohasidan 0,5-0,6 sm ga farq qilish hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni bizda asosan bu oldingi chegarasida 4 ta emas, asosan 3 ta o'lcham farqlanadi va bu slaydda 4 ta deb berilgan ekan. Bizda asosan ichki kasalliklar, bolalar kasalliklari o'qiyotganimizda 3 ta o'lcham qilib berilgan bo'ladi.
Yurakning klapanlarini avskultatsiya nuqtalariga keladigan bo'lsak, avskultatsiya nuqtalari bu yerda 4 ta berilibdi, lekin 5-chi nuqta ham farqlanadi. Birinchisiga keladigan bo'lsak, aortal klapan bo'ladi. Aortal klapan o'ng qovurg'alar oralig'i to'shga yaqin qismi hisoblanadi. Aortal klapan ana shu ikkinchi qovurg'alar oralig'ida o'ng ikkinchi qovurg'alar oralig'ida to'shning liniya sternalisidan 1-2 sm lateral sohasida joylashgan bo'ladi. Undan keyingisi pulmonar klapan bo'ladi. Trunks pulmonalisni eshitadigan nuqta ham hisoblanadi. Bunda chap ikkinchi qovurg'alar oralig'ining to'shga yaqin qismi hisoblanadi. Bu chap tomonda joylashgan, to'shdan 1-2 sm lateralda joylashgan bo'ladi. Va undan keyingisi bizda tricuspital klapan bo'ladi. Tricuspital klapan 3 tabaqali klapan bo'ladi. 3 tabaqali klapanning bizda eshitilish nuqtasi bunda sal xato berilibdi. Bunda chap 5-qovurg'alar to'shga yaqin qismi deyapti. Lekin bu tricuspital klapan, ya'ni 3 tabaqali klapan bu sohasida emas, to'sh suyagining asosida joylashgan bo'ladi. Processus xiphoides angiosperm o'z sohasida eshitiluvchi nuqtasi bu 3 tabaqali klapan hisoblanadi. Undan keyin mitral klapan bo'ladi. Chap 5-qovurg'a oralig'i linea medial medial qismida joylashgan nuqta hisoblanadi. Va undan keyin bizda 5-nuqta hisoblanadi. 5-nuqtaga keladigan bo'lsak, bu Botkin RB nuqtasi bo'ladi. Botkin RB nuqtasi keladigan bo'lsak, Botkin RB nuqtasi bo'ladi. Botkin RB. Botkin RB nuqtasi bo'ladi. Botkin RB nuqtasi bu agarda biz mitral klapanni yaxshi eshitolmaydigan bo'lsak, chap tomonda 3 va 4-qovurg'alarning to'sh suyagiga birikkan sohasida mitral klapanning qo'shimcha chiqish nuqtasi bo'ladi. Bu soha bizga Botkin RB nuqtasi deb ataladi va 5-nuqtasi hisoblanadi. Bularni, ya'ni oldingi chegarasida nisbiy mutlaq chegaralari, undan keyin yurak klapanlari avskultatsiyasi bizda ichki kasalliklar propedevtikasida katta ahamiyatli hisoblanadi. Bizda yurakning tuzilishi haqida gaplashadigan bo'lsak, yurakning tuzilishlari ularning asos qismi bo'ladi, bazis cordis bo'ladi. Yurakka kiruvchi va chiquvchi yirik qon tomirlari joylashgan qism hisoblanadi. Bazis cordis asosan yurakning asos qismi bo'ladi, bazis qismi bo'ladi. Va bazis qismidan keyin yurakning uchi bo'ladi. Bu sohasida apex cordis bo'ladi. Apex cordis bo'ladigan bo'lsa, pastga, oldinga va lateralga joylashgan bo'ladi. O'zi yurakning joylashishida yurak oldindan orqaga, o'ngdan chapga joylashib, yuqoridan pastga qarab joylashgan bo'ladi. Ularning yuzalari farqlanadi. Oldingi yuzasi, ya'ni facies anterior yoki bu to'sh bilan qovurg'aga qarab turgani uchun facies sternocastalis deb ataladi. Va undan keyin facies inferior pastki yuzasi bo'ladi. Facies inferior yoki facies diafragmatica, diafragma qaramgan yuzasi bo'ladi. Va undan keyingisi 3-yuzasi facies pulmonaris dextra va sinistra bo'ladi. Ikki yon tomonda o'pkaga tegib turuvchi, plevralarga tegib turuvchi ikkita yuzasi facies pulmonaris dextra va sinistra qavatlarini tashkil topgan bo'ladi. Va undan qirralariga keladigan bo'lsak, ba'zilarda qirralar farqlanadi, ba'zilarda esa bu ba'zi manbalarda qirralar haqida yozilmagan. Qirralariga keladigan bo'lsak, margo dextr bo'ladi. O'ng qirrasi va chap qirrasi farqlanadi, margo sinistr bo'ladi. Yurakning tashqi tuzilishida shu holatlar bo'ladi. Undan keyin egatlariga keladigan bo'lsak, egatlari birinchisi sulcus coronarius bo'ladi. Yurakning orqa o'ng tomoni bo'lmacha va qorincha o'rtasidagi toshma arteriya hisoblanadi. Sulcus coronarius hisoblanadi. Sulcus coronarius bo'ladigan bo'lsa, bu bo'lmachalarning va qorinchalarning o'rtasida tortilgan kanalcha hisoblanadi va bu yerdan koronar arteriyalar aylanib o'tadigan soha hisoblanadi. Bu bo'lmacha bilan qorincha o'rtasida tortilgan kanal hisoblanadi. Undan keyin sulcus interventricularis anterior va sulcus interventricularis posterior hisoblanadi. Sulcus interventricularis anterior bo'ladigan bo'lsa, yurakning oldingi yuzasida o'ng va chap qorincha orqasida joylashgan yurak venasi yotadi. Va bu yerda ham arteriya ham bo'ladi. Sulcus interventricularis posterior yurakning diafragma yuzasida joylashib, o'rta yurak venasi joylashgan bo'ladi. Undan keyin sulcus terminalis cordis bo'ladi. Bu yerda terminal arteriyasi joylashgan bo'ladi. Biz ko'radigan bo'lsak, bu sulcus coronarius bo'ladi. Yurakning bo'lmachasi va qorinchasining o'rtasida joylashgan sulcus coronarius bo'ladi. Va bu sohada koronar arteriya o'tgan bo'ladi. Sulcus interventricularis anterior bo'ladi. Biz oldingi sohasida anterior sohasi ko'rinib turibdi va bu yerda arteria interventricularis anterior o'tgan bo'ladi. Orqa tomonda xuddi shunday sulcus interventricularis posterior bo'ladi va bunda arteria interventricularis posterior bo'ladi. Unda 4-kanal sulcus terminalis cordis qismi ham bo'ladi. Bu yurakning tashqi tuzilmalaridagi bu kanallar hisoblanadi.
Yurak bo'shlig'iga keladigan bo'lsak, yurak ya'ni 4 kamerali, ikkita bo'lmachasi va ikkita qorinchasi bor bo'lgan muskulli a'zo hisoblanadi. Yurakning bo'lmachalariga keladigan bo'lsak, o'ng bo'lmacha atrium dexter hisoblanadi. Bu bo'lmachada karbon dioksidga boy qonni qabul qilib oladi. Va undan keyingisi bizda atrium sensor bo'ladi, kislorodga boy qonni qabul qiladi. Bu ya'ni o'pka poyalari orqali o'pka venalaridan yig'ib oladigan kislorodga boy bo'lgan qonni atrium sensorga kelib qo'yiladi. Qorinchalarga keladigan bo'lsak, ikkita qorinchasi bo'ladi, ventriculus dexter bo'ladi. Qonni o'ng bo'lmachadan qabul qiladi, o'pka poyasi orqali kichik qon aylanish doirasiga chiqarib beruvchi o'ng qorinchasi va undan keyin ventriculus sensor bo'ladi. Ventriculus sensor chap qorincha bo'ladi. Qonni chap bo'lmachadan qabul qiladi va katta qon aylanish doirasiga chiqarib beruvchi shu qorincha hisoblanadi. Bu chap qorincha hisoblanadi. Bizda chap qorincha o'ng qorinchaga nisbatan yaxshi rivojlangan bo'ladi, chunki bu aortaga qonni haydab berish vazifasini bajarib berganligi uchun. Yurakdagi bo'lmachalarning va qorinchalar o'rtasida joylashgan to'siqchalar mavjud bo'ladi. Bizda bo'lmachalar o'rtasidagi to'siq septum interatriali deb ataladi. Mana shu chiziq septum interatrial deb ataladi. Va undan keyin ikkita qorinchalar o'rtasida esa septum interventrikulari bo'ladi. Bu qorinchalar aro to'siqlarni tashkil etgan bo'ladi. Va endi biz bo'lmachalarni va qorinchalarni alohida gaplab chiqadigan bo'lsak, bizda o'ng bo'lmacha atrium dexter deb ataladi. Atrium dexterning asosiy tuzilmalaridan biri auricular dexter bo'ladi, ya'ni o'ng qorincha bo'ladi. Bo'lmachaning bu qo'shimcha bo'shlig'i ichki yuzasidagi muskul spektiniy taraqsov muskullari joylashgan bo'ladi. Auricular dexter o'ng quloqcha bo'lib, o'ng quloqcha bizda, ya'ni o'ng bo'lmachada ham, chap bo'lmachada ham bo'ladi. Quloqchalarning vazifasi bizda qonni depo holda saqlab berish va bundan tashqari bo'lmachalarning hajmini kattartirib berish vazifasini bajarib beradi. Va buning ichida muskul spektiniyati taraqsov muskullari joylashgan bo'ladi. Undan keyingisi bizda septum interatriali bo'ladi. Bo'lmachalar aro to'siq bo'ladi. O'ng va chap bo'lmachalar orasidagi to'siq bo'ladi. Bular fossa ovalis joylashgan bo'ladi. Fossa ovalis embrionda, ya'ni yosh bolalarda, bularda katta qon aylanish doirasi ishlamagandan keyin kichik qon aylanish doirasi embrional davrda ishlamaydi. Endi embrional davrda ishlamagani uchun bu bo'lmachalar o'rtasida fossa ovalis embrionda foramin ovalis shaklda bo'ladi. Bola tug'ilgandan keyin, ma'lum muddat o'tgandan keyin bu fossa ovalisga aylanadi va bitib ketadi. Foramin ovalis katta va kichik qon aylanish doirasi bir-biridan ajralib ketadi. Septum interventrikulari o'ng va chap qorinchalar orasidagi to'siq ikkita qismi bor bo'ladi. Pars muscularis et pars membranus qismlaridan tashkil topgan bo'ladi. Bu bo'lmacha bilan o'ng va chap qorinchalar orasidagi to'siq hisoblanadi. Ikkita qismi bor, ya'ni membranus va muskular qismini tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni bizda bu bo'lmacha bilan o'ng qorincha bilan chap qorincha o'rtasidagi to'siq bo'ladi. Septum interventricular to'siq bo'ladi. Septum interventriculari bu pars membranus membran qismi, pars muskular qismlarini tashkil etgan bo'ladi. Ana shu sohada yurak paraklari ko'p uchraydi, membranali va muskulli qismlarida farqlanadi. Undan keyin tuberculum intervenozum bo'ladi. Kovak venalar orasidagi do'mboqcha hisoblanadi. Embrionda qonni vena cava superiorda o'ng qorinchaga yo'naltirib berish vazifasini bajarib beradi. Ana shu atrioventrikular klapanda, o'ng bo'lmacha bilan qorincha o'rtasidagi klapanda ana shu sohada ya'ni tuberculum intervenozum bo'ladi. U vena cava superiordan kelayotgan qonni qorinchaga yo'naltirib berish vazifasini bajarib beradi. Va undan keyin esa bizda o'ng bo'lmachaning ochilish joylari keladigan bo'lsak, sinus venorum vaziorum deb ataladi. Yuqori va pastki venalarni ochilishdan uchun o'ng bo'lmacha orqa qismi bo'ladi. Ostin vena cava superior bo'ladi. Yuqori kavak venaning teshigi, ostin vena cava inferior bo'ladi. Bular Eustachian klapan mavjud bo'ladi. Eustachian klapanlari mavjud bo'ladi, ya'ni avtor nomi bilan atalgan. Eustachian klapanlari bular ham embrional davrda bu qonni yo'naltirib berish vazifasini bajargan fossa ovalis tomonga. Undan keyingisi bizda ostin sinus coronaris bo'ladi. Yurak venalari quyiladi. Yurak venalari bu o'ng bo'lmachaga kelib qo'yiladi. Ana shu o'ng bo'lmachaga qo'yilib kelayotganda bu yerda bir qancha teshikchalar hozir qilib qo'yiladi va bir qancha teshiklar hozir qilib qo'yilganda u bizga tibiziv venalar deb ataladi va tibiziv venalari bu bir qancha
Ya'ni juda ko'p miqdorda teshiklar hosil qilib qo'yilgani uchun, alohida qo'yilgani uchun Tebezi venalar avtonom bilan shunday nomlanadi. Undan keyin foramen venarum minimarum bo'ladi. Kichik venalar qo'yiladigan teshikchalar mavjud bo'ladi. Ostium atrioventrikular dextrum bo'ladi, ya'ni bo'lmacha bilan qorincha o'rtasidagi teshik o'ng tomondagi orasidagi klapan mavjud bo'ladi. O'ng bo'lmacha o'ng qorincha orasida ochilish, uning qopqog'i valva atrioventrikular dextra deb ataladi yoki tricuspidal 3 tabaqali klapan bo'ladi. Ya'ni o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorinchani o'rtasida 3 tabaqali klapan bo'ladi. 3 tabaqali klapanni qismlari mavjud bo'ladi. Cuspus anterior oldingi cuspus qismi bo'ladi. Cuspus posterior va uchinchisi cuspus septalis yoki cuspus medialis ham deb ataladi. Bu ko'rib turgan hozir chizayotgan soham bu ya'ni chap o'ng bo'lmacha va qorincha o'rtasidagi klapan hisoblanadi. 3 tabaqali klapan hisoblanadi. Va 3 tabaqali klapan joylashgan hisoblanadi o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorincha o'rtasidagi. Undan keyin bizda gaplashadiganimiz o'ng qorincha haqida gaplashadigan bo'lsak, o'ng qorinchada ventriculus dexter deb ataladi. Asosiy tuzilmalari trabekulalarni hosil qiladi. Ya'ni muskulaturni hosil qiladi. Trabekula kornealarni hosil qiladi. Va bu sohada musculus papillarislar bo'ladi. Surg'usimon muskullar mavjud bo'ladi. Musculus papillarislarni ko'radigan bo'lsak, bu musculus papillarislar hisoblanadi. Bularning ham ba'zi turlari farqlangan. Ana shu musculus papillarislardan xorda tendini orqali klapanlarni ushlab turish vazifasini bajarib beradi. Xorda musculus papillaris surg'usimon muskul dedik. Xorda tendini musculus papillarisdan valva atrioventrikular tortilgan hisoblanadi. Va bundan tashqari konus arterioz bo'ladi. O'pka arteriyasining boshlang'ich qismida, bo'lmachada asosan konuslar qismi bo'ladi. Valva trunki pulmonalis, valva seminularislar bo'ladi. Ana shu ya'ni qopqoqchalar farqlanadi. Bu yurakning chap qorinchasi bilan aorta o'rtasida boyagi yarmisimon klapanlar mavjud bo'ladi. Ya'ni bular valva seminularis anterior, valva seminularis dextra, valva seminularis sinistra deb ataladi. Ya'ni qopqoqlar mavjud bo'ladi, yarmisimon qopqoqlar mavjud bo'ladi. Bu chap qorincha bilan chap qorincha bilan aorta o'rtasidagi yarmisimon klapanlar hisoblanadi. Va bu yerda bizda eng muhimlari biz musculus papillarislar, musculus papillarislardan xorda tendinalar ko'rdik. Ana shu xorda tendinalar bizda klapanlarni ushlab turadi. Klapanlarning vazifasi qonni bir tomonga harakatlantirib berishda bizda katta ahamiyatli hisoblanadi. Chap bo'lmachaga keladigan bo'lsak, atrium sinistrum deb ataladi. Chap bo'lmacha bu yerda ya'ni boya aytganimizdek konus qismi mavjud bo'ladi. Konus arterioz bo'ladi. O'pka arteriyalarining boshlang'ich qismi hisoblanadi. Asosiy tuzilmalariga auricula sinistra bo'ladi. Xuddi chap o'ng bo'lmachadagidek tuzilmasi auricula sinistra bo'ladi. Bularning ichki yuzasida ham musculus pectoralis bo'ladi. Yana tarafsimon muskullar joylashgan bo'ladi. Valvula foramen ovalis bo'ladi. Bu ham ya'ni o'ng bo'lmachalar orti to'siqda fossa ovalis qismi bo'ladi. Foramen ovalis deb qo'yibdi. Bu foramen emas, ya'ni tug'ilgandan keyin bu fossa ovalisga aylanib ketadi. Ostium venarum pulmonalis bo'ladi. O'pka venalariga ochiladigan teshikchasi bo'ladi va ostium venarum minimarum bo'ladi. Ya'ni venaning kichik venalar ochiladigan hisoblanadi. Bunga o'pka venalari keladi, ichida arterial qon bo'ladi. Ya'ni o'pkadan qonlab keladi. Va u chap bo'lmachadan chap qorinchaga qon o'tkazib beradi. Ostium atrioventrikular sinistrum chap bo'lmacha va qorincha o'rtasidagi teshik mitroklapanga davom etadi. Ya'ni bular ikki tabaqali klapan, ya'ni yoki mitroklapan deb ataladi, yoki biscupidal klapan deb ataladi. Valva atrioventrikular sinistra mitroklapan bo'ladi. Bularning cuspus anterior, cuspus posterior bo'ladi. Bu qismimiz bizda shu chap qorincha bo'lmacha orasidagi klapan hisoblanadi. Ventriculus sinister chap qorincha ostium atrioventrikular sinistra chap qorincha va chap bo'lmacha orasidagi teshik mitroklapan bilan qoplangan bo'ladi. Bu yerda ham musculus papillarislar bo'ladi, vestibulum aorta bo'ladi. Ya'ni aortaning kirish dahliz qismi ostium aorta bo'ladi, aorta teshigi mavjud bo'ladi. Biz ko'rib turganimiz musculus papillarislardagi xorda tendinalar bizda klapanlarni ushlab turibdi.
klapanlarni ushlab turish orqali bularning bo'lmachaga qaytib qonni chiqib ketishini oldini olish vazifasini bajarib beradi. Va bizdan keyin bularda ham yarmoysimon bularda ham ya'ni aorta bilan chap qorincha o'rtasida yarmoysimon klapanlar mavjud bo'ladi. Yarmoysimon klapanlar orqali bizda chap qorincha shiddat bilan qonni aortaga haydab beradi. Valva aortada 3 ta yarmoysimon klapan qopshaloqlari mavjud bo'ladi. Valva semilunaris posterior, valva semilunaris dextra, valva semilunaris sinistra tashkil etgan bo'ladi. Bu sinus coronaris dextra, sinus coronaris sinistra dextra boshlanadi. Bunda biz aortadan chiqish sohasiga keladigan bo'lsak va bu yerda bizda klapanlar joylashgan hisoblansa, ana shu klapanlarning chiqqan sohasidan ikkita teshik bo'ladi. O'ng va chap tomonga ketadigan arteriya koronaria dextra va sinistra tarmoqlari bo'ladi. Bizda qorinchalar qisqargandan keyin chap qorincha qisqarib qonni haydab beradi aortaga va aortaning elastiklik faoliyati hisobiga qon qaytib yana uriladi. Ya'ni qorinchalar diastoli paytida aortadagi qon yana qaytib uriladi va natijada diastoli paytida shu koronar arteriyalar orqali yurakning o'zi ham qon bilan ta'minlanadi. Shu hisobiga bunda sinuslar mavjud bo'ladi. Sinus coronaris dextra, sinistralar mavjud bo'ladi. Biz ko'radigan bo'lsak, bu klapanlar holati keltirilgan. Bu ya'ni tricuspidal klapan yurakning o'ng bo'lmachasi va qorinchasi o'rtasida, mitral klapan yurakning chap bo'lmachasi va qorinchasi o'rtasida, undan keyin aortal klapan bo'ladi yurakning chap qorinchasi bilan aorta o'rtasida, undan keyin pulmonar klapan bo'ladi yurakning o'ng qorinchasi bilan o'pka arteriyasi o'rtasidagi klapanlar mavjud bo'ladi. Yurakning skeletida ham qism mavjud bo'ladi. Yurakning yumshoq skeleti yurak klapanlarining o'zaro fibroz tizilmalari hisoblanadi. Ana shu yurak klapanlarining atrofida bizda yurak skeleti deb ataladigan qismlar mavjud bo'ladi. Bularga annulus fibrosus dextra bo'ladi. Yurakning o'ng tomonida tricuspidal 3 tabaqali klapan uchun tayanch vazifasini bajarib beruvchi mana ko'k rangda ko'rsatilgan qismi bu, ya'ni yurakning skeleti deb ataladi. Undan keyingisi annulus fibrosus sinistra bo'ladi. Mitral klapan uchun annulus trunc pulmonalis bo'ladi. Pulmonar klapanlar uchun tayanch vazifasini bajarib beruvchi va undan keyingisi 4-inchisi trigonal fibrozum dextrum bo'ladi. Annulus fibrosus dextra sinistrlar va annulus aortik bilan bog'langan holatda bo'ladi. Va undan keyin 5-inchisi trigonal fibrozum sinistrum bo'ladi. Chap va aortal fibrozlarni bog'lab berish vazifasini bajarib beradi. Ya'ni bular klapanlar uchun tayanch, yurak uchun skelet vazifasini bajarib beruvchi tuzilmalar hisoblanadi. Keyin bizni yurakning o'tkazuvchi sistemasi. Yurakning o'tkazuvchi sistemasiga keladigan bo'lsak, yurakda o'zi miokard qavatida tipik va atipik kardiomassalar farqlanadi. Tipik kardiomassalar hisoblanadigan bo'lsa, bular yurakning normal hujayralari hisoblanadi. Ya'ni yurakni qisqarishda ishtirok etuvchi muskul hujayralar hisoblanadi. Atipik kardiomassalarga yurakning o'tkazuvchi sistemasi qismidagi hujayralari kiradi. Atipik kardiomassalar yurak avtomatizmida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bularga keladigan bo'lsak, birinchi tugunimiz noduli sinatral tuguni hisoblanadi. Bu birinchi raqamda ko'rsatilgan birinchisi bu sinatral tugun hisoblanadi. Sinatral tugun Kiss-Flake tuguni deb ataladi. Vena cava superiorning ochilish qismi va aurikular dextra orasida joylashgan tugun hisoblanadi. Sinatral tugun bizda yurakda 90 tadan 60 tagacha impuls hosil qilib berish vazifasini bajarib beradi. Undan keyingi tugunimiz nodulus atrioventricularis bo'ladi. Nodulus atrioventricularis ya'ni AV tugun deb ataladi. Bunga avtonom ashaftogar tugun hisoblanadi. Ashaftogar tuguni septum interventricularining pastki qismida joylashgan bo'ladi. Bu ikkinchisi bo'ladi. Ashaftogar tugun hisoblanadi. Ashaftogar tugunidan keyin bizda gipstamlarni hosil qiladi. Fasciculus atrioventricularis gipstamni hosil qiladi. Pars membranasi septum interventricularisda joylashgan soha hisoblanadi. Fascia atrioventricularis bo'ladi. Bular ya'ni gipstam hisoblanadi. Gipstamni ko'radigan bo'lsak, bu qora chiziq bilan chizilgan soha gipstam hisoblanadi. Gipstamning o'zi pars membranasi septum interventricularis qorinchalar aro to'siq mushak sohasida joylashgan bo'ladi va gipstam hisoblanadi. Gipstamdan keyingisi bizda fascia interatrialis bo'ladi. Bu ya'ni fascia interatrialis bu alohida narsa va undan keyingisi bizda 3-qismi Purkinje tolalari mavjud bo'ladi. Gipstam keldi. Gipstam kelgandan keyin Purkinje tolalar o'ng va chap oyoqchalari bo'ladi.
O'ng va chap oyoqchalar. Chap oyoqchalarda yana bitta tarmoq chiqadi. Bu qorinchaga tarqalgan tarmoq hisoblanadi. Biz bo'lmacha sinetral tugun bilan AV tuguni o'rtasida bog'lovchisi bo'ladi. Bularga 3 ta tola farqlanadi. Birinchi tolamiz Bachmann tolasi, undan keyin Venke Bachmann, undan keyin Torel tolalar farqlanadi. Ana shunda ya'ni birinchi tolamiz Bachmann, undan keyin Venke Bachmann va Torel tolalari farqlanadi. Ana shu Bachmann tutamidan yurakning chap qorinchasiga yana bitta tarmoq chiqadi. Bu bular Bachmann tolasidan tortilgan yana bitta tola hisoblanadi. Yurakning chap bo'lmachasiga tortilgan tola hisoblanadi. Undan keyingisi bizda shu purkin tolalarning o'ng va chap oyoqchalari farqlandi. Alohida yaxlit holda tasvirlaydigan bo'lsak, birinchisi bu sinetral tugun hisoblanadi. 90 dan 60 gacha impuls hosil qilib beradi. Asosiy avtomatizm markazi hisoblanadi. Undan keyingisi bizda Bachmann, Venke Bachmann va Torel tutamlari bo'ldi. Undan keyin AV tugunga o'tib ketdi. AV tugun bizda 40 dan 60 gacha impuls hosil qilib berish vazifasini bajarib beradi. Undan keyin GIS tutamiga o'tadi. Ana shu GIS tutamidan keyin purkin tolalari o'ng va chap oyoqchalar purkin tolalarini hosil qiladi. Purkin tolalari bu yurakning qorinchalar to'siqdan o'tgandan keyin yurakning qorinchalarining mushaklariga tarqaladi. Bular yurakning avtomatizm xususiyatida juda katta ahamiyatli hisoblanadi. Undan keyin yurakning qaynalash sistemasi haqida gaplashadigan bo'lsak, qaynalash o'zi katta qaynalash doirasi hisoblanadi. Yurakning chap qorinchasidan boshlanadigan va aortaga davom etadigan qaynalash katta qaynalash davrasi hisoblanadi. To'qimalarda gazlanish jarayoni amalga oshadi. Kichik qaynalash doirasi bo'ladigan bo'lsa, kichik qaynalash doirasiga bular o'pka arteriya orqali o'pkada gazlanish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan qaynalash kichik qaynalash doirasi hisoblanadi. Yurakning qaynalanishi ham mavjud bo'ladi. Katta qaynalashning bir qismi hisoblanib, chap qorinchadan arteriya koronari dextra sinistradan boshlanadi. Yurak miokardini qon bilan ta'minlaydi. Bizda 3-chi, ya'ni koronar arteriyalarning 3-chi qaynalanish doirasi ham deb ataladi va bu katta qaynalanish doirasining ma'lum bir qismi ham deb ataladi. Aorta chap qorinchadan boshlanadi. Bunda chap boshlangan sohasida boya aytganimizdek arteriya koronari dextra sinistra bo'ladi. Asosan aortaning pyoschasi bulbus sohasida o'ng va chap sinuslardan boshlanadi. Ana shu aorta bo'ladigan bo'lsa, unda klapan bo'ladi. Ana shu klapanda ikkita teshik bo'ladi, yuqorida sinuslar bo'ladi. Ana shundan arteriya koronari dextra va sinuslar tarmoqlari orqali yurakning diastoli paytida qon qaytib kelgan qon hisobiga yurakning koronar qon tomirlariga qon aylanadi va yurakning o'zini ozlantirishda ishtirok etadi. Yurak arteriyalariga keladigan bo'lsak, arteriya koronari dextra bo'ladi. O'ng aorta sinusdan vujudga keladi. Arteriya koronari dextra keladigan bo'lsak, bu tomir arteriya koronari dextra hisoblanadi. Va bular surkus koronarisda yotadi va bir qancha tarmoqlari beradi. Rams koni arteriozi bo'ladi, birinchi sohib bo'ladi. Rams koni arteriozi bu bo'lmachalardagi konus sohasiga qon bilan ta'minlaydi. Undan keyingisi Rams nodi sinetral bo'ladi. Nodi sinetralni qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni sinetral tugunning 80% qismini arteriya koronari dextra qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Va undan keyingisi Rams atrialis bo'ladi. Bo'lmachalarning devorini qon bilan ta'minlaydigan tarmoq beradi. Rams ventricularis tarmog'ini beradi. O'ng qorinchani oldi va orqa tomonidan qon bilan ta'minlaydigan Rams ventricularis tarmoqlarini beradi. Va undan keyingisi tarmog'i bizda Rams marginalis dextra bo'ladi. O'ng qorinchani qon bilan ta'minlaydi. Rams marginalis dextra bizda rasmda ko'rsatilgan mana bu qon tomiri Rams marginalis dextra hisoblanadi. Va undan keyingisi bizda ventriculus dextra bo'ladi. O'ng qorinchani ventriculus dextra bo'ladi. Bu ya'ni o'ng qorinchani qon bilan ta'minlaydigan qon tomiri. Undan keyingisi bu atrium qon tomirlari bo'ladi. Ya'ni atrium bo'lmachaga tortilgan qon tomir. Boya aytib o'tdik. Va undan keyin qon tomirlari bizda Rams interventricularis posterior bo'ladi. Sulcus interventricularis posteriorga yo'naladi va qorinchalar ora to'siqning orqa 3dan 2 qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Va Rams posterior lateralis dextra bo'ladi. Chap qorincha orqa devorini qon bilan ta'minlashda ishtirok etuvchi qon tomir hisoblanadi. Undan keyingisi chap koronar arteriya koronari sinuslar bo'ladi. Chap sinusdan boshlanadi. Buni ikkita tarmog'i farqlanadi. Asosan yirik tarmoq Rams interventricularis anterior oldingi qorinchalararo tarmoq va ikkinchi tarmog'i Rams circumflexa aylanib o'tuvchi tarmoq farqlanadi.
Bizda rams interventricularis anterior bo'ladigan bo'lsa, bulardan chiquvchi tarmoqlar rams cone anteriosi, ya'ni bo'lmachadagi konus qismiga boruvchi, rams diagonalis, ya'ni diagonal shaklda bo'lgani shundan nomlangan rams diagonalis tarmog'ini beradi. Rams ventricularis anterior bo'ladi. Oldingi qorinchalarni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Rams interventricularis septalis deb ataladi. Oldingi qorinchalar to'siqning 1/3 qismi qon bilan ta'minlashda ishtirok etuvchi qon tomir hisoblanadi. Va undan keyingisi arteriya sirkumfleksiya hisoblanadi. Bu ya'ni qorincha bilan bo'lmachani aylanib o'tuvchi qon tomiri hisoblanadi. Ram interventricularis qorinchalar to'siq tarmog'i, ya'ni bo'lmacha va qorinchalarni qon bilan ta'minlovchi shox bo'ladi. Undan keyingisi rams marginalis sinistra bo'ladi, ya'ni qirra arteriyasi bo'ladi. Undan keyin ram atrialis bo'lmachaga tarqalgan tarmoq va rams posterior lateralis sinistra bo'ladi. Orqa lateral chap tomonni qon bilan ta'minlashda ishtirok etuvchi qon tomiri hisoblanadi. Va bu qon tomirlaridan keyin bizda yurakning venalari bo'ladi. Yurakning venalari koronar sinus orqali o'ng bo'lmachaga quyiladi. Ya'ni boya aytganimizdek tibizi venalar orqali quyilib ketadi. Birinchisi sinus koronaris bo'ladi. Sinus koronariusga vena cardiaca, ya'ni vena cordis magna chap koronar arteriyasidan qon to'playdi. Undan keyin vena cordis media bo'ladi. Orqa qorinchalararo shoxdan qon to'playdi. Vena cordis parva bo'ladi. Oldingi lateral yuzasidagi venalardan qonni to'plash vazifasini bajarib beradi. Va bundan tashqari vena ventriculi dextra arteriosi va vena cardiaca yoki vena cordis minimalari bo'ladi. Ana shularning barchasi yig'iladidan yurakning o'ng bo'lmachasiga qon quyadi. O'ng bo'lmachasiga ba'zilari yaxlit holida birlashib quyiladi va ba'zilari bir qancha, ya'ni 15-20 metrgacha kichik qon tomirlar hosil qilib o'ng bo'lmachasiga quyilib ketadi va bular tibizi venalar deb ataladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun sizlar bilan angiologiya, ya'ni yurak qon tomir sistemasiga kirish va yurak anatomiyasi haqida gaplashdik. Sizlar bilan Best Doctors jamoasi a'zosi Boburbek Ahmadov bo'ldi. Xato va kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz.